aytaman. Payg'ambar alayhisalom aytuvdi, o'sha joylarda turinglar dedi, turuvdi, g'alaba bo'ldi. Tushmanglar dedi, tushdi, g'alaba mag'lubiyatga aylandi. Musibat bo'ldi. Ko'ryapsizmi? Bizi ham hayotimizda shunaqa bo'ladi. Masalan, Payg'ambar alayhisalom aytganlar, oshqozoninglarni 3 ga bo'linglar degan. Birinchisi taom uchun, ikkinchisi suv uchun, uchinchisi havo uchun. Biz nima qilamiz? Taomni o'rnini ham taom bilan to'ldiramiz. Suvni o'rnini ham, havoning o'rnini ham taom bilan to'ldiramiz, ovqat bilan. Ota-bobolarimiz ko'rmagan kasalliklarni biz ko'ryapmiz hozir. To'g'ri aytyapman aka. Shaharda qarasangiz, ota-bobolarimiz yemagan ovqatlar, kafelar, oshxonalar bizda. Ota-bobolarimiz ko'rmagan kasalliklar ham bizda. To'g'rimi? Masalan, O'shga borib Andijon ko'chani qarang-da. Bitta kafe bor, oldida apteka bor, oldida banisa bor. Oshxonaga kirib ovqatlanasiz, aptekaga chiqib dori olasiz, hech foyda bo'lmagandan keyin banisaga chiqib yotasiz, u ham foyda bermagandan keyin orqasida qabriston bor. Bu nimadan desa, bu Rasulullohning gapiga osiyman. Shu joydan demadi, ko'rinishi, ko'ryapsizmi? Va insof qilsak, mana shu ishda. Hozir yosh kattalar emas, yoshlar, hozirga ko'ninglarga olmanglar-ku. Yoshlar ham shu ahvol. Choyxonaga borsak, oshga. Xuftondan keyin soat 11-12 da osh kelyapti. Uni yeb olib yotyapmiz. Ertamangacha hali oshqozon ham so'kyapti. Osh yemay